Men Sobirov Og'abek Karimboy o'g'li 2005-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida tug'ilganman. ...2011-yil Amudaryo tumanidagi 19-sonli umumta'lim maktabi 1-sinfga borganmiz. Maktabda juda sho'x bo'lganman, to'polonchi bo'lganman. Asosan darslarga juda kech borardim, 5-6-sinfgacha. Ancha quloqsiz bo'lganman, gap eshitganman o'qituvchilarimdan ancha. Lekin ustozlarimiz ham to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri ma'noda tanbeh berib, to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida urishgan. O'sha paytda aytardi o'qituvchilarim, "Sen ham dadangga o'xshagan san'atkor bo'lasan" deb maktabda. Bayramlarimiz bo'lsa, tadbirlarda doim qo'shiq aytib chiqardim. Maktabda birorta bir ustozimiz yoki o'qituvchimiz kelmay qolsa, doim shu futbol o'ynagani stadionga chiqib ketardik. Ko'pincha shu voleybol o'ynardik. 5-sinfga o'tganimizdan keyin shu geografiya faniga qiziqishim boshlangan. Bunga sababchi geografiya o'qituvchimiz ham rahbarimiz Sapayev Bahodir bo'lgan. Ko'pincha amaliy mashg'ulotlar ko'proq bajartirardi. Shuning uchun geografiya faniga men qiziqishim ortgan. Nukus shahrida o'tkazilgan geografiya fanidan fan olimpiadasi bo'yicha 2-o'rinni egallaganman. Maktabda shu yuqori sinfga o'tgan paytlarim dadam bilan to'yga chiqishni boshlaganman. Dadam chunki san'atkor, to'ylarga chiqib yuradi. Akam ham uning yonida qo'shilib yurardi mendan oldin. Keyin men ham qiziqib to'ylarga chiqib yurdim. Dadamning yonida yordam berib, akamga syomkalar qilardim to'yda. Shu kamera tushirib, fotoapparat ishlatib, rasmga tushirib yurardim. Tabiiyki qishloqda to'y kech tugaydi. Shu sababdan ertasiga charchab, uxlab qolib, ora-oradan maktabga bormay, borsak ham kech borib yurgan paytlarimiz bo'lgan. 2019-yili akam harbiy xizmatga ketgan. Akam harbiy xizmatga ketmasdan oldin menda umuman harbiy yo'nalishiga, harbiy sohasiga qiziqishim bo'lmagan, o'ylamaganman ham. Harbiy bo'laman yoki armiyaga boraman men ham deb o'ylamaganman. Akam ketgandan keyin izidan meni qiziqishim boshlangan. O'zi ko'pincha hayotda yo'limni topishga akam ko'makchi bo'lgan, yo'l ko'rsatib, borib turardik ko'rgan akamni, shu formada yurganlarini ko'rib, telefonda gaplashganimizda hozirgi zamondagi qanaqa armiyaligini bizga aytib, nima qilgandan keyin qiziqishim boshlangan armiyaga. ...2022-yil maktabni bitirgan yilim men ham harbiy xizmatga ketaman deb qiziqib topshirganman, lekin bo'lmagan. 1-yili, 2-yil ham keta olmaganman. 2 yil davomida qanaqadir savol javoblaridan o'ta olmaganman. 3-urinishimdan keyin Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari muddatli harbiy xizmatga qabul qilindim. Bu xushxabarni uyga birinchi borib yetkazganman, oyimga, dadamga. Chunki bu xushxabarni 2 yil kutganda ular. 2 yil kutib, men 3-yili borib aytganman, juda xursand bo'lgan. Men uchun xursand bo'lgan. U 2 yil oldin shu xushxabarni eshitmay men uchun o'ksingan, lekin 3-yili eshitib xursand bo'lgan juda ham. Bizni armiyaga Farg'ona viloyati Farg'ona tumaniga jo'natishdi. 45 kun davomida o'qishlarimiz bo'lgan, jismonan tayyorgarliklarimiz bo'lgan. Shular hammasidan o'tganimizdan keyin qasamyod qabul qildik. 22-aprel kuni vatanga qasamyod qabul qildim. Mana shundan keyin armiyadagi haqiqiy xizmatim boshlandi. Undan oldin davlat chegarasi to'g'risida hech qanday bir tushunchaga ega emasdim. Harbiy xizmat qanaqa qiyinchiliklarini, uni sabot bilan yengishlarini hammasini men ko'rib kelyapmiz. Bu davlat chegarasini qo'riqlash degani katta bir mas'uliyat. Bu hududini tinchligini saqlab turganimdan faxrlanaman. Men uchun bu erkaklik burchi. Har bir vatan o'g'loni bu mas'uliyatli ishni bo'yniga olib, vatan tinchligiga o'z hissasini qo'shish kerak. Men shu armiyaga kelganimdan keyin quroldosh do'stlar bilan tanishdim. O'zbekistonni, vatanimizning har bitta burchagidan bor. Bu quroldosh do'st degani sinfdosh, kursdoshlardan mutlaqo farq qiladi. Buni sababi bir xil maqsad ostida harakat qilamiz, ular bilan davlat chegarasini qo'riqlash. Biz davlat chegarasiga chiqqanimizda yelka-melka turib xizmat qilamiz. Shu sababdan ham bu do'stdan ko'ra kuchliroq va qadrliroq deb o'ylayman.
armiyaga kelmasimdan oldin bu sog'inch hissi, sog'inch tuyg'usi qanaqa bo'lishini bilmaganman. Buni tushunmaganman ham qanaqa bo'lishini. Mana armiyaga kelganimdan keyin uyimdagilarni sog'inyapman. Dadamni, oyimni, yaqin do'stlarimni, akam bor, opam bor. Hammasini sog'inaman. Shu har hafta yakshanba kunini kutib yashayman-da, chunki yakshanba kuni bizga ruxsat berishadi, uyimiz bilan, yaqinlarimiz bilan gaplashishga ruxsat berishadi. Mana shu kunni kutib yashaydi askar. Ko'proq akamni sog'inaman. Kunimni ko'p qismini akam bilan o'tkazganman. Bu shu armiyaga kelishim ham akam sababli bo'lgan, akamga qiziqishim tufayli bo'lgan. Armiya hayot maktabi deganda men shu armiyaga kelib shuni tushundim. Ertangi kuni uchun o'ziga poydevor qo'yib oladi. Ertangi hayotida qiynalmaydi. Hayotda har qanday qiyinchiliklarni sabot bilan yengishga o'rganadi. Avvalambor bizga mana shuncha shart-sharoitlar yaratib berayotgan, e'tibor qaratayotgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yangi O'zbekiston armiyasida barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Xohlasa sport bilan shug'ullanishi mumkin, xohlasa o'qishi mumkin. Bundan hech nima yo'qotmaydi. Armiyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlarga shuni aytamanki, xizmatga kelish kerak. Vatanga xizmat birinchi navbatda erkak kishining burchi bu. Kelish kerak, xizmat qilish kerak, intilish kerak. Oddiy o'zimdan misol mana 2 yil kela olmadim. So'ndirmaslik kerak umidni, ishonchni, oldinga borish kerak doim.